Ko'pchilik viloyat shifoxonasini eshitganda navbatlar, talonlar va ko'p vaqt ketishini o'ylaydi. Aslida esa buni ancha oson qilish mumkin. Siz shunchaki shu raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Dispetcherga qaysi shifokor qabuliga yozilishingizni, qaysi kuni va qaysi vaqtda kelishingiz qulayligini aytasiz. Sizni oldindan yozib qo'yishadi. Eng qulay tomoni, dispetcher talonni ham siz uchun olib qo'yadi. Siz belgilangan vaqtda kelasiz. Sizni kutib olishadi va kerakli shifokor oldiga olib borishadi. Hattoki katta navbat bo'lsa ham, siz o'z yozuvingiz bilan kutmasdan o'tasiz. Agar shifokor qo'shimcha tekshiruvlar tayinlasa, analizlar, MRT, MSKT yoki boshqa tekshiruvlar bo'lsa, markazning xodimlari bularning barchasini xotirjam va yugur-yugursiz o'tishingizga yordam beradi. Bu yerda hammasi siz uchun tez, qulay va tushunarli bo'lishi uchun tashkil qilingan. Shuning uchun, agar vaqtingizni qadrlasangiz, shunchaki kol markazga qo'ng'iroq qiling va tayyor yozuvingiz bilan keling.